Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Bomdodning 2 rakat sunnati dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir. Imom Muslim rivoyati. Tasavvur qiling, dunyodagi hamma narsa sizniki. Bog'-urug'lar, shaharlar, oltin va kumushlar, ko'zingiz ko'rib turgan barcha narsadan foydalana olasiz. Ammo bomdod namozining 2 rakat sunnatini qoyim qilishingiz mana shu dunyolaringizdan yaxshiroqdir. Buning teskarisi ham shu. Bomdodning 2 rakat sunnatini o'qimasligingiz butun dunyoning mol-mulkini boy berib qo'yishingizdan yomonroq. Alloh ko'rsatmasin, biror kishining uyi yonib ketsa yoki mashinasi urilib yaroqsiz ahvolga kelsa qancha kuyunadi. Lekin bomdodning 2 rakat sunnatini tark qilishning oldida nafaqat bitta uy yoki bitta mashina, balki dunyoning barcha uylari va barcha mashinalari yo'qolib ketishi yengilroq asli. Endi tafakkur qiling. Yengil 2 rakat sunnat namozining fazli shu qadar bo'lsa, farz namozlarining fazli qanchalik bo'ladi? Shu 2 rakatgina namozni tark qilgan odamning yo'qotganlari shuncha bo'lsa, farz namozlarini tark qilayotganlarning yo'qotganlari qancha bo'ladi?